Qadrli obunachilar, xudo xolasa inshaalloh buqalarda har doimgidek yemga tayyor variantidan inshaalloh ko'rsatamiz. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz bo'lmasa video syomkamizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum So'roy bozori kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari, mana bunda yemga tayyor boqma buqa ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar va arzonchilar yig'ilgan So'roy qishlog'i Toshloq mahallasidan siz tanigan, siz bilgan arzonchi optimchi akamiz, ya'ni Fayzulloh akamizni mini mol firmasidamiz. Obunachilar, bugungi kunimiz 17-aprel, haftaning Sayyidul ayyom, ya'ni juma kuni. Barchangizga muborak bo'lsin deya biz videolarimizni qilganmiz. Bir donadan like tugmachasini bosing. Biz bo'lmasa bularning ma'lumotlarini Fayzulloh akamiz o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Aka, olib kelib oldingizmi? Joningiz sog' bo'lsin. Sar kattalashibsiz-a? O'zini. Umringiz sog' bo'lsin. Yo'lingizmi charchamas. Ozgina, sozgina, xudo xolasa boqib, mazza qilib, foyda qiladigan variantlardan kelibdi. Xudo xolasa, bomba qilib, chiroyli qilib narxlar. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa, qadrli obunachilar, bularni syomkasini boshlaymiz aka. Metringiz oling, bir qator bo'ylarini o'lchaylik. Shtobi deganim, videomiz tezroq chiqsa, xudo xolasa inshaalloh kechgacha uylariga yetib boradigan variantidan qilib syomkamizni qilamiz. Obunachilar, bu ko'rinib turibdi, arqonga tushmagan ekan mana. Ozgina sho'xligi bor. Deganim, o'ynab turgan molni oling obunachilar, xudo xolasa hech qachon yutkizmaysiz. 25 plus. Hop, 125 plusga ketadi. 125 plusga ketadi. Ha. Hop, narx-navolarga keladigan bo'lsa, xudo xolasa arzon qilib, yengil Inshaalloh qo'y berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Bo'lmasa bunday qilamiz. Mollarni bir qator ko'rsatavering yomon. Bo'laveradi. Aka, bu 7 ishchisi, qarab turing. 7 ishchisi qanaqa bo'lgan bu molda? 7 ishchisi Omonbek sinovdan o'tgan. Ha, yesa ichsa ularniki, yemasa ichmasa Fayzulloh uka deb telefon qilishaveradi, xudo xolasa. Lekin mol haqiqatdan o'ynab turibdi bu. Bo'ladigan mol deydi-yu, mana. Oldi gardanglari, oldi to'sh qismlari, xudo xolasa mol. Hali istagan tuyoq zo'ridan Omonbek. Maqtasa ochig'ini aytganda arzigudik mol, xudo xolasa. Obunachilar, bularda narxini eshitamiz hozir, xudo xolasa narxiga baho berasizlar. Xo'p, aka, qo'lni bering mana narsani. Omonbek. Necha pulga beramiz obunachilarga? Xudo xolasa eldan arzon qo'yishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Aha. Xo'p. Xo'p, 23,5, 23 yo'q. Xudo xolasa yengil qilib, chiroyli qilib narx Bitta narsa aka, harakat qilamiz. Vali 50 so'm emas, 100 ming, 10 so'm ayting, 9 so'm olsin obunachilar. Bitta gap aytaymi? 22 million 700 ga olsin shu molni. 22 million 700 ga bortirib berasiz. Arqon nuqtasi bonus. Barakasini bersin. Qadrli obunachilar, 22 million 700 ming so'm narx qo'yilyapti mana shu buqamizga. Buqamizni oldi qismdan bitta ko'rsatib qo'yamiz. To'sh qismga ahamiyat beringlar obunachilar. Mashalloh. O'ta go'zal holatdagi buqa inshaalloh. Hop, telefon qilsalar o'zlariga bularning narxini inshaalloh kelishtirib yo'lida qilib beradilar. Hop, bo'lmasa undan keyingi variantidagi buqamiz, buni sherigi, voy jonivor, buni ham orqavash o'ta zo'r narsa ekan. Obunachilar ko'ringlar. Eng muhimi mana yana 4 so'm mana. 4 so'm. Mashalloh. Hop, yon tarafdan ham ko'rishlari ham bir qator buqa ideal holatda. Hop, buni ham bir qator bo'ylarini o'lchaylik, undan keyin ma'lumotlarini yana beraveramiz. Obunachilar taraf o'playapti ham olam. Ha. Hop, 1.24 chiqayapti. 1.20 plusga olsa Hop, 1.20 plusga ketaveradi. Ketaveradi. Ha. Endi qo'lni bering. Bunisini nech pulga beramiz aka? Omonbek, molni mana tepa qismlaridan ham bir ko'rsatasiz, xudo xolasa. Obunachlaringiz kelib ko'rib olsa ham, xudo xolasa mol yoqadigan narsa. Hop. Hop. Buni mana arzon qo'yishga harakat qildik. Buni ham eldan arzon qilib, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Omonbek 22 million 500 ga olsa yetkazib olib borib beramiz. 22 million 500 ming so'mga. Aka, biza so'rayman mashisiga. Mana unday qarasa, endi bir xil ekanda. Birini o'tib berasiz telefon qilsa. Omonbek, xayri bor, sunnati bor, boshqasi bor. Yana o'tkazishga harakat qilamiz. Yana o'tib qo'ydim, 22 million 200 ga olsin. 22 million 200 ming so'mga telefon qilsa, mana shu buqamiz ketaveradi. Qadrli obunachilar, mashalloh. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa akamiz 100 ming emas, 200 ming emas, shu yerda o'zida 300 ming o'tib qo'ydilar, xudo xolasa telefon qilib bo'ldi, baraka, jo'natib oling desa bo'ldi, xudo xolasa. Bo'laveradi. Obunachilar, telefon qilaverasizlar, bo'lmasa undan keyingisiga ham buqamizni ko'rsatamiz. Bunisi ham
yaxshi holatdagi buqagan. Tepa Bo'ylari, qismlari. enlari pashta Eng bir muhimi suyagi buzuq variantida obunachilar. Buni ham bitta oldidan ko'rsatib qo'yaman hozir. Jonivor, mashalloh. Oldi qismni ko'ringlar ey. Xudo xolasa yaxshi qarasa, yaxshigina effektini ko'rsatadi inshaalloh. Lekin bitta narsasiga qo'yilib qoldi mana. Hali garbonoslari ochiq hali shaloq oqdi netdi anaqadir bir kasalliklarini ochiqni aytgandan men ko'rganim yo'q. O'zlaring ham inshaalloh tekshirib olasizlar. Hop, bo'yni bitta o'lchaylik buni. Narxini aytamiz kelgan obunachilarga. Bo'ylari Omonbek. Aha. Xo'sh. Hay, xo'sh. Xo'sh. Mollar idaralagan. Maro. Ko'ryapsiz holatini. Biri 23 oshiqroq. Buni ham 20 plusga beraveramiz-a? Biri 20 plusga. Endi tas narxini aytingchi, bitta maza qilaylikchi. Ammo tortishmaydigan qilib, mana siz aytganingizni qilyapmiz. Xudo xolasa avvalo yerdan arzon qo'yishga harakat qilyapmiz. Inshaalloh. Hop, 22,5 ham yo'q. Hop. 22 million 300 ham yo'q. 22 million 200 ga xayr sunnatini qilib beramiz molni. Narigini 22 million 200 qo'ydingiz aka. Omonbek bitta gap aytaymi? Olishsin 22 ga yetkazib. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, 22 million so'mga mana shu buqa sizniki bo'lishi mumkin. Albatta telefon qilib savdoingizni qilsangiz, eng muhimi ulgursangiz obunachilar, darhol telefon qilishga shoshila olasizlar. Hop, bu hop eng oxiridagimizga nima deymiz aka buni? Orqalarini ham ko'rsating Omonbek. Ha. Maza qilib boqaman degan obunachilaringizga bu. Bu ham dahshat ekan. Zo'r narsa. O'ta go'zal narsa ekan, orqa boshlari ham. Hop. Buni ham o'zi mana obunachilar oldi handiraklari chiqib qopti-da. Oldi qismlari, yon qismlari xudo xolasa yaxshi holatda. Bo'lmasa bir qator bo'yni o'lchang. Bo'yi bundan endi ozgina razisa qilar ekan. Ozgina. Asli u gap bo'yida emas. Gap bo'yida emas. Omonbek. Hop. 1.20 chiqayapti. Hop. 1.18 plusga olishaveradi. 1.18 plusga narxini necha pulga olasan? Bitta gapiring bo'ldi. 20 ham yo'q. 100 so'm, 200 so'm o'tdim ham yo'q. 19,5 ga qo'yib beramiz. 19 million 500 ming 500 ga ketdi. Menda narsada Omonbek 19 million 800 xayrini qilib berdim, 100 ming o'tdim. Siz bilan bizga ham yolg'on gapni ham kerak yo'q, tortishni ham kerak yo'q. Chunki obunachilaringiz biz umid bilan bitta mol olib, chiroyli qilib tanish bu qo'jani niyat qilib boqaman deb telefon qilishadi. Xo'p. To'g'risi. Telefon qilsa 100 ming o'tib berdim, 200 ming o'tib berdim, 50 so'm tushdim, siz tushun boshqa narsa yo'q. Ketdi 19,5 ga yetkazib olib beraman. Barakasini bersin. Qadrli obunachilar, martga mart savdogar akalarimiz inshaalloh ko'paysin, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa biz mana bunday buqalardan chiqarishda davom etamiz. Xo'p, aka bitta narsada qarab turing. To'rttasini olaman degan obunachiga ham bormi aka? To'rttasini olaman, bir joyga olib boqaman degan hisobi chiqqanmi? Hisobi chiqqan, xudo xolasa. Yengil qilib, eldan arzon qilib, kelib ham ko'rib olishaveradi mollarni. To'ralasini bitta qilib olib, bitta qilib boqib, maza qilib foyda qilaman deb niyat qilgan, xudo xolasa niyat qilgan inson bo'lsa, Omonbek. Xo'p. 21 million 500 ming so'mni yetkazib olib beraman. 21 million 500 ming so'mni yetkazib olib beraman. Obunachilar garra-garraga tushasizlar, xudo xolasa inshaalloh 21 million 500 ming so'mdan to'rttasi birda ketaveradi. Telefon qilsa qayergacha bortirib beramiz aka? Vodiy bo'ylab besplatna. Xo'p, mana Toshkentgacha yetkazamiz. Toshkentgacha 21,5 ga. Toshkentdan ag'ini kelishilgan holatda qilib beramiz. Bo'laveradi. Barakasini bersin. Qadrli obunachilar, xudo xolasa 21 million 500 ming so'mdan mana shu buqa sizniki bo'lishi mumkin. Albatta layklarni bosgan bo'lsangiz. Omonbek, yana bitta narsa, mana shu yerda bir duol qo'shnim o'zimda. Biz endi mol bilan endi boshladik. Misol shu narsani ko'rib bilib, bitta molim bor, uga chiqarib beringlar. Xudo xolasa qo'shib yuboramiz. Sotilib ketsa yaxshi bo'lardi, aytishuvdi. Shu molni ham bitta ko'rsatib beramiz. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa qadrli obunachilar, dehqonni o'zida olaman degan akalar, ukalar, xudo xolasa telefon qilishga shoshilasizlar. Biz bo'lmasa o'sha buqamizni syomkasiga ketdik. Aziz obunachilar, xudo xolasa o'sha buqamiz oldiga mana yetib keldik. Xo'p, mollar haqiqatdan yaxshi ekan, dehqonni o'zidan boqib turgan, yemini yeb turgan mana obunachilar, xudo xolasa ko'kotga ham tushgan ekan. Bosib beraverasizlar o'tdi, xudo xolasa. Kuzgacha buni yaxshilab yetalab o'zingiz inshaalloh hop yemga tashlaydigan buqa bo'ladi, xudo xolasa. Hop aka, o'zi akamiz ozgina hijolatli ekanlar, ozgina uyatchan ekanlar. O'zingiz chiqaverasiz, o'zingiz xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beraveramiz. Obunachi oyoq qo'llari mana istagan tuyoq, lekin eng muhimi shvet obunachilar.
Mashallah. Yaltirab turishini ko'ringlar. Orqalari ham yaxshi Aka bitta narsa-da, bu mollarni bolasimikin u ya? O'zlarini boqilayotgan mollarini bolasi ekan. Aha. Qandek. Bo'ylari gideta shu 1.5 plus chiqadi. 1.5 1.5 atrofida endi metrlari ham yo'q ekan. Haligi xizmat biz. Hop, bo'lmasa aka buni hali qisqa video qilaylik, necha pulga berishganlar? Tamomdek. Ko'llarga qo'zab ko'rdingizmi? Ko'ngilga qo'lni solib, chiroyli dardlashib ko'rdik akamni. Hop. Videoga chiqqan o'zlari ham uyalib chiqib beraverishgandi. 18,5 deyaptilar. Lekin shuncha molni arzon qo'ydik. So'ysa meni so'yib olaversa Qo'lni bering. 18 million 200 ga yetkazib olib beramiz. 18 million 200 mingga. Barakasini bersin. Qadrli obunachilar, 18 million 200 ming so'mga mana bu dehqonni o'zidan buqa izlaganlarga videoni jo'natib bo'lasizlar. Buqa xudo xolasa inshaalloh ideal holatda like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz bo'lmasa video syomkamizga yakun yasaymiz.